qora kirlaringlarga narsalar yopishtirib joninglarga teggan bo'lsa, sizlarga zo'r usulni o'rgataman. Oddiy shunaqa salfetkani olamiz, bitta o'zimizda uyimizda bor idishga solamiz. Menda idishim sal kichkinaroq bo'lgani uchun salfetkani hammasini emas, yarmini soldim. Unga solganimizdan keyin to'ldirib ustidan o'zimiz yaxshi ko'rib ishlatadigan gelimizni olamiz. Menda har doimgidek Silvia gellari, sababi narxlari juda arzon. Boshqa gellarni bunaqa narxga umuman ko'rmaganman va quyi va zo'r ko'pirtirib, top-toza qilib yuvib beradi. Ko'pirtirishiga ham alohida respekt deb ayta olaman, sababi zo'r ko'pirtiradi. Shunaqa qilib tayyorlab kirmoshinalarni ustiga qo'yib qo'ysanglar, qora kirlarni solganda shunaqa shimlaringlarda mana shunaqa mayda narsalar yopishib yotsa, asabizni buzib sizni ham. Shunaqa salfetkadan ikkitasini sovarasizlar latokka ichiga va kirlarni aylantirishga qo'yaverasizlar. Yana bitta sizlarga zo'r layfhak aytaman. Bu layfhak to'g'risini desam, o'zim ham yaqinda bildim. Chunki oldin men ham konditsionerni shunday latokka chap tarafiga sovarardim yoki o'ng tarafini tepasiga. Aslida shu ko'k teshigini ichiga solish kerak ekan qizlar. Shu yerga konditsioner sovaramiz. Suv tortib bo'lgandan keyin solasizlar konditsionerni. O'shanda kirlaringiz yumshoq bo'lib, zo'r yuviladi. Albatta sizlar ham bu usuldan foydalanib ko'ringlar. Kirlarimni ko'rishingiz mumkin. Kimni bolasi maktabga borsa, meni tushunadi. Qora shimlarni yuvish juda ham muammo.